Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi кейsimizda bizga 20 yoshli bola haqida beryapti. 20 yoshli bola student ekan. Yuragini o'ynab ketishiga shikoyat qilib kelyapti. Yilda bir marta bunaqa atak bo'lar ekan. Va start suddenly deyapti. Ya'ni o'zidan o'zi boshlanib ketadi. Yurakni deyapti, regular va tez urishini his qiladi deyapti va ozgina havo yetmagandek his bo'ladi. Undan keyin aytdi suddenly stop bo'ladi, ya'ni o'zidan o'zi to'xtatdan to'xtab qoladi bu narsa deyapti. Vaqtincha davom etadi, ya'ni bir necha daqiqa davom etadi xolos deyapti. Bemor EKG olib ko'rilganda EKGda nimalar ko'rilyapti? EKGda ko'rish mumkin bo'lgan narsa birinchi o'rinda paytishani baholab olishimiz kerak. Ritm sinusli yoki sinusli emasligini bilish uchun bitta ko'rasdan oldin paytishchalarimiz mavjud. Demak, ritmni bemalol men sinusli deya olaman, chunki paytishcha bor. Ritm sinusli, paytishcha bor. Sinusli chunki P bor. Keyingisi ritm regular, noregularligi. Regular chunki har bitta R orasi bir xil kelyapti ekan, ritm regular. Keyin ko'radigan narsam bu yurak qisqarishlar soni nechta bo'lyapti? 1, 2, 2,5 ta. Demak, o'rtacha 300 raqamini endi 2,5 ga bo'laman. 300 doimiy son, 2,5 katta-kattalar soni. 2 ta bo'lganda 150 ta bo'lar edi. 3 ta bo'lganda demak bu yerda 100 ta bo'lar edi. 150 ta va 100 taning orasida bo'lyapti yurak qisqarishlarni. Aytaylik, давайте 125 ta olaylik taxmini. YQS 125 ta taxmini olib ko'ramiz. Keyin ko'radigan narsamiz elektroq. Elektroqimiz o'zi normada 2 ta baland, keyin esa 1 ta baland, keyin esa 3 ta baland bo'lish kerak edi. Bu yerda esa menimcha o'zgarish bor. Chunki birinchi tarmoqda unchalik baland emas, 2 dagidan ko'ra 3 balandroq bo'lyapti. Demak, bizda bunday bo'lib qolyapti. Ya'ni 3 ta baland, keyin 2 ta baland, keyin esa 1 ta bo'lib qolyapti. Bu esa elektr o'qini o'ngga siljiganiga darak beradi. Undan tashqari mana V1 tarmoqdagi R balandligini ko'rsangiz bo'ladi. V1da R o'zi bunchalik baland bo'lishi kerak emas. Demak, elektr o'qi o'ngga siljigan ekan. EOS o'ngga siljigan ekan. Keyin ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa nimalar? Albatta biz ko'rishimiz mumkin PR segmentni ko'rishimiz kerak, eng muhimi. Menimcha ozgina torroq o'xshayapti. P dan R gacha bo'lgan vaqt 1, 2, 2,5 ta ga to'g'ri kelyapti. 0,1 bo'ladi 2,5 tasi, chunki 2,5 ni 0,04 ga ko'paytiraman. Normada PR yoki PQ segmenti 0,12 dan 0,2 gacha edi. Sal PR torayganga o'xshayapti. Keyingisi QRS ko'rib chiqaman. Mana bu yerdan boshlab turib, mana bu yergacha bo'lgan joyni ko'radigan bo'lsam, demak o'rtacha 0,16 ga yaqin. QRS 4 taga yaqin kelyapti-da. Chunki manetdan bo'lganda to'liq 5 ta bo'lar edi. Bitta katak, bitta kichik katak qisqa bo'lyapti. Bo'lgan 4 ta kichik katak degani bu 0,16 degani. QRSimiz normaldan 0,12 gacha edi. QRS ham ozgina wide bo'libdi, ya'ni kengroq bo'libdi. PR interval ozgina torayibdi. Elektroq o'ngga siljibdi. Sinusli ekan, regular ekan, yurak qisqarishlar soni 125 ta ekan. Elektroq o'ngga siljibdi. Undan tashqari bemorda yuragi to'satdan tez urib ketishi shikoyati bor. Undan tashqari mana bu yerlarda ST segmentida ozgina o'zgarishlar ham bor. Ya'ni V3 va V4 tarmoqlarida ST segment o'zgarishi ham bor, V2 da ham bor bu narsa. Endi oxirgi narsa ko'rishimiz kerak, bu QT intervalini qanchalik bo'lganligini. Mana bu yerdan boshlab, mana bu yergacha bo'lgan vaqt. Bitta katta katak bor, bitta ikkita katta katagga taxminan bitta yetmayapti desak ham bo'laveradi. Bu degani 9 ta katta katak, kichik katak degani bu 0,36 degani. Adashmayotgan bo'lsam, norma. Demak, QT intervali norma ekan. QT interval 0,36 ekan. Demak, bizga ahamiyatli narsalar nimalar? Ahamiyatli PQ, ya'ni PR interval torayganligi, QRS 0,16 bo'lgan, QRS ning kengayganligi, yurak qisqarishlar soni 125 taligi, P borligi va ritm regularligi. Shular bizga aniq va undan tashqari bemor shikoyati ham bor bizda. To'satdan tez boshlanib turuvchi yurak tez urib ketishi va to'satdan narsani to'xtashi shikoyati mavjud bo'lyapti. Endi demak, bunga qarab turib, ya'ni bu mana bu shikoyatiga qarab, undan tashqari PQ intervalni torayganligiga qarab, ko'rasini kengayganligiga qarab, men bitta narsani qo'ya olaman. Chunki bizda delta tisha deyiladi. Delta tisha bor. Ya'ni mana bu yerni delta tisha deb ataymiz. Ya'ni QRSda mana P bo'lyapti-da, mana bunday ko'tarilyapti R tisha. Mana bu yerni delta tisha deb ataymiz va bu bor bemorda. Bu delta tishamiz bitta kasallikda bor. Ya'ni buni yana ham aniqroq ko'ringan joylar mana bu yerlar qarang. Mana bu P tishada mana R bunday ko'tarilyapti. tekis ko'tarilmayapti-da, ya'ni gradus 45 gradus atrofida ko'tarilyapti. Bu delta tisha deyiladi. Demak, bemorda delta tisha ham bor. Delta bor. Delta tisha deb ataladi. Bu bemorda faqat bitta kasallikda bo'ladi. Bu ham bo'lsa VPV sindromida bo'ladi. Wolff Parkinson White sindromida aynan shu delta tisha uchraydi.
Endi men buni endi aniq javobini ko'ramiz. EKG aytyapti sinus ritmda, sinus ritm P bor, ritm o'ngga burilgan, right axis bor. Interval 112 millisekund beribdi. Men 0,1 dedim. Bu почти bir xil hisoblanadi. Qvs deyapti ozgina wide, kengayganroq 124. Men 160 hisobladim. Mening xiraligi uchun, lekin kengayganlik aniq edi. Va birda ortiqcha balandda buni aytdim men. T'larda inversiya bor, buni ham aytdim. Undan tashqari delta wave bor. Delta wave aytdim, mana bunday ko'tarilishini delta wave dedik, uni bor dedik. Demak, bu aylanib o'rgilib bizga kelyapti, Wolff Parkinson White sindromi kelyapti. Katta ehtimol bilan bu bemorimizda qilishimiz mumkin bo'lgan narsa bu to'g'ridan to'g'ri bemorda elektrofiziologik test qilishimiz kerak. Ya'ni ablatsiya uchun, ya'ni aberrant yo'lni kuydirish uchun ablatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. O'zi qanday bo'ladi mexanizm? Mana bunday bo'lyapti-da. Avval tugul mana bu yerda kent yo'li bor. Impulslar bunday kelyapti. O'zi bunday tarqalishi kerak edi normada. Lekin impulsimiz bizda boshqacha o'zgaryapti. Ya'ni impuls kelyapti, bo'lmachani qo'zg'atib bo'lib, mana bu yo'l orqali ham o'tyapti. Mana bu yerni qo'zg'atyapti. Shuning uchun delta paydo bo'lyapti va taqkardiya bo'lgan vaqtda bo'lsa, shunday impulslar kelyapti. Mana shu yo'ldan o'tib, keyin orqaga qaytyapti. Mana shu strelka orqali qaytyapti. Shuning uchun ham QRSimiz keng, chunki mana bu yerda o'tkazuv yo'llari yo'qligi uchun impulslar sekin o'tadi. Shuning uchun ham QRS keng bo'ladi va bu taqkardiya bo'lgan taqdirda ham QRS kengroq taxiy bo'ladi. Mana bunday QRS taxiy bo'ladi. Va bu xavfli hisoblanadi. Keng QRSda taqkardiya deb aytamiz, xavfli hisoblanadi. Shuning uchun ham buni iloji boricha bularni bemorga radiochastotali ablatsiya qilib, aberrant yo'lni kuydirib qo'yish kerak bo'ladi ablatsiya yordamida. Endi mabodo shu taqkardiya bo'lgan vaqtda nima qilsak bo'ladi va nima qilmasak bo'ladi degan narsa bor. O'zi taxiy bo'lgan vaqtda QRS keng va torligiga qaradi. Bu holatda ko'proq katta ehtimol bilan QRS keng bo'ladi. Ya'ni taxiy bo'lgan vaqtda keng QRS bo'lganligini 0,12 sekunddan uzayganligidan bilsangiz bo'ladi. Ya'ni hozir chizib ko'rsatdim. Mana taxiy bo'lgan vaqtda mana bunday bo'ladi. Aytishcha, QRS ko'ryapsizmi? Keng, xuddi shunaqa QRS bo'ladi bularda. Bu vaqtda qilishingiz mumkin. Ya'ni birinchi sifatida prokainamid degan dori bor. Bu dori O'zbekistonda topish sal qiyinroq, imkoni yo'qroq ham даже. Bu bo'lmagan taqdirda amiodaron qilsangiz bo'ladi. Amiodaron degan, ya'ni kardaron bilan mashg'ul, kardaron qilsangiz bo'ladi. Endi o'zi asli bemorda birinchi gemodinamik stabil, nostabillik, ya'ni hushida emasligiga qarab bo'ladi. Agar bemor hushida bo'lmasa, srazu elektrokardioversiya qilinadi. Kardioversiya, ya'ni defibrillatorga o'xshagan kardioverter apparat bor, toki bilan ko'krak qafasiga urasiz va ritm sinusga qaytadi. Gemodinamik nostabil bo'lsa, agar gemodinamik stabil bo'lsa, birinchi prokainamid qilinadi. Agar prokainamid imkoni bo'lmasa, amiodaron qilinadi. Agar amiodaronda ham ritm sinusga qaytmasa, bemorni uxlatib nima qilinadi? Elektrokardioversiya qilinishi kerak bo'ladi o'zi normada. Shuning uchun ham agar bemorda shikoyat bormi, demak buni bemor ko'rdim, siz unga to'g'ridan to'g'ri ablatsiya amaliyotini tavsiya berganingiz yaxshiroq bo'ladi. Bugungi keysda VPV sindrom haqida gaplashib o'tdik. VPV sindrom unchalik qiyin emas. Sizda PQ toraysin, ya'ni PR 0,12 dan toraysin va delta bo'lsin. Shu bilan o'zi aniq bo'ladi VPV sindromi. Hammaga rahmat.